Assalomu alaykum azizlar. Mana 1-iyunni ham qarshilab oldik. 1-iyunda birinchi closingga mana sovg'alarimiz hammasi tayyor turibdi. Shunday borib topshirib, kaltlar bilan birga vatandoshni tabriklab kelsak bo'ldi. Qani olg'a. Pensilvaniya shtati Filadelfiyada bitta omadli vatandoshimiz o'zlarini investitsiya, ya'ni ijaraga beradigan uylarni olishga muvaffaq bo'lyaptilar. Bu uylar tepasini o'zi 1360 square foot, plus garaji bor, orqasida backyardlari bor. Tomlari yaxshi, holati yaxshi uyimiz. Woodhaven Boulevardga ham yaqin, highwaylarga ham yaqin. Ijaraga xudo xolasa tez berib yuboramiz. Aka, tabriklaymiz. Davomli bo'lsin. Katta rahmat sizga. Bersin, sog' bo'ling. Qanday bo'ldi proseslar? Proseslar juda oson, juda qulay. Sizlarga ham Rahmat juda katta yordam berdilar. Aka, yordamchilarim Boburjon, bitta opamiz nimalar, katta rahmat hammalaringga. Maslahat beramiz. O'zini ishini ustasi. Любой har tomonlama usta masalasimi, boshqa masalasimi hamma vaqt aloqada birinchi bo'lib telefonni ko'tarmaydigan nimalari yo'q. Qasddan javob beradi. Rahmat sizga. Rahmat, davomli bo'lsin. Bundan ham ko'p olaylik. Xudo xolasa ozgina nima remontlarni qilsak, ijaraga berib yuboramiz. Nasib bo'lsa. Bu arzimas sovg'a, buni olib qo'yasiz. Sog' bo'lasiz. Azizlar, sizlar ham mana ko'ryapsizlar, yilda 5 oyni o'tkazib oldinglar. Kimlardir o'ylanayotgan bo'lishi mumkin, yana ijarada qolib ketamanmi yoki o'zi uyi borlar o'ylanayotgan bo'lishi mumkin, qachon men investitsiyaga uy olaman, shu farzandlarimga 10-15 yildan keyin nimadir qolsin deb o'ylasa, albatta bizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga omad. Qandingni ur omadli odam, yoqmaydi-da o'zi ketganing.